Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziya Samadi. Bir kecha kunduz degidek ot ustida yurib, talay ma'lumotliqlarni qilgan yigitlar och, ussuz edi. Ular ikkinchilab tugman beshiga berib, ko'zlaridan qon yosh to'kib, yuraklari sakpara bo'lgan ikki dardmanni Mo'min bilan Ayshamxonni xotirjam qilib, shu an kayniga qaytishgan. Her ikkilisi tang degidekla muzdek yurak tashnaligini qandıradigan qimizdin necha piyoldan ichib etishib, lazzatlik taomlarga tutish qilishdi. Yigitlarning tartinmasdan ichib yeyishiga naxush bo'lgan Begzoda Xitoy xiyini maqtagandek bayotin maqtagan naqshani anglab bayqaldi-da Rahimjon, dedi g'azini sho'rab. Bularni, dedi Rahimjon g'inilarga imo qilib, zo'rlab degidek aran boshlab kirdim. Xijolat bo'lma Rahimjon. Uning o'ngsizlanganligini sezgan G'ini. Muhammadjon, ang bo'lmaganda yegan ichkimizga tushlik sayrab bera olaydi, dedi. O'tgan yili yaylaq mezgilida qozoq ta'mirlari bilan bir to'yda billa bo'lib, o'g'loq tartishida to'paqda ko'k tekini teqimiga besilib hech kimga tartqizib qo'ymagan G'inini shu kunala do'st ta'mirlari bilan qo'shib toy so'yib mehmon qilgan edi Rahimjon. Shu ketsi o'lang uyushtirildi. O'langchi qozoq kelinchaklari bilan baslashib, o'lang aytishgan Muhammadjon Uyg'urcha naqshlarni intayin ishtiyoq va mahirlik bilan aytib bergan edi. Shu kundan e'tiboran Rahimjon, G'ini va Muhammadjonlar bir-biri bilan ijillashib qilishgan. Agar Rahimjondan boshqa birisi ularning yo'lini to'rab, taklif qilgan bo'lsa, mag'rur ikki yigit hergiz bu yoqqa oyoq bosmas edi. Qarg'alar qaq etidi, o'z ko'nglini xo'sh etidi degandek, o'z ko'nglimizni xo'sh qilib yurganimiz bo'lmasa, sizlardek janoblarga mazkur kelgudek naqshcha emasman. Undaq degich bo'lma inim, deb Muhammadjonga xitob qildi Jami. Sening ovozingni yiroqdan angladik. Ajoyib kuchlik, yiqimliq ekan. Agar ustoz ko'rib, chalg'u padalarga qiliplassang, yaxshi g'azalxon bo'lishing mumkin. Gapni hul qiyishdek to'la so'zmay, dedi g'anglisini Jo'zining qirg'a to'kuldutib Begzoda. Dutaringni chalda, sinab ko'r, karomatini shunda bilasan. Padalarga o'lishalmay, yili chiqib ketmasin yana. Zangliq qildi begini xush qilmoq bo'lgan g'alchilarning biri. U tarpidan g'am yemay qo'y, aksi. Darhol raddiya berdi G'ini. O'zanga ogoh bo'l, g'alchilik eg'ir kelib pissida qilib qolma. Bir peshva bilan jimib qolgan g'alcha Begzodisidan madad tiligandek qarivdi. U chashqan burutining bir uchini tishlab jim o'ltiribdi. Jim o'ltirmaychu, u G'inini chat yoqidan biladi. Uningga qo'pol gap qiladi ekan. G'ini uni paqsini qandirib qo'yishidan, boshqalar oldida obro'y shikasta yeyishidan ayminib, G'iniga tik keladigan gap so'zdan o'zini tortishga majbur bo'ladi-yu, ichida la'natlar yog'dirdi va ip kelganda vangpasini ishlatmak bo'ldi. "Qani inim", dedi dutarni qo'lga olgan Jami. Bir oz hukm surgan jimjitlikni buzib, "Xon Laylondan boshlaymiz." "Voho", davatdi Rahimjon. "Xon Laylon 5 turga bo'linadi", davom qildi Jami. "Kimdi-kim Xon Laylonning 5 turini to'lig'i va qoidasi bilan aytolsa, boshqa har qanday naqshni bemalol o'rganalaydi, aytolaydi. Xon Laylonga chamin qandoq?" so'radi Muhammadjondan. Muhammadjon o'diqib qoldi. Tog' bulbuli degandek, u yiza sahrolardagi sozandalardan o'rgangani bo'lmasa, shaharlik cho'ng sozandalar bilan ham suhbatda bo'lmagan. Jami tamburdek mashhur el nag'mining oldida qandoq ig'iz ochalisun? Shunga meni qutuldur degandek do'sti G'iniga lappida qaradi. "Chami keldi", do'sti uchun ishonchlik javob berdi G'ini. "Bilmaydigan naqshisi yo'q. Qozoqcha o'ylanlarnimi zo'q keltirdi. Bu bo'g'ma qo'saq kava." Kulga ko'tarildi. O'zini sipoya tutadigan Begzoda kulvatdi. Uning chashqan quyruq burutlari tik bo'lib ketdi. "Kava qo'saqda qancha urug' bo'lsa, shuncha naqshi bo'ldi-kanda. Undaqda bu adashlarning qo'sg'ini yerib ko'rayli. Qancha Xon Laylon, qancha voy nadon, jonay chiqar ekan.
urg'ini terib, naqshi undirib satsanlar bo'ladi ekan, adashlar. Bu yapta chaqchaqlar Begzodining guppanchilari bo'lg'achqa, kelsa kelmasin g'o'jisini kuldirishga tirishadi-da, o'shkidek ma'rishatdi. Boshda tartinib ularga pas berib o'ltirgan Muhammadjon chaqchaq uxtisiga kelganda rad qilmadi. Yeringlarni ijaraga bersanglar urq solamiz, dedi. Chaqchaq qoidasini tushundigan jami. Balli, davatdi. Bu qitim Begzoda va uning guppanchilaridan boshqalar huzurlanib kulishdi. Chaqchaq uxtisiga kelganda otangni ayma deydi-ku, biz haq, dedi Begzodining o'nganligini sezgan jami. Boy bilan bekka, molla bilan eshonga o'z qaraydigan chaqchaq bo'lamdikin, attay daritdi g'ini. Lekin Begzoda bu qitimmo ta'nini quloq tuvidan o'tkazibdi. Jami yaraysan degandek g'iniga ko'z tashlab dutorini sozladi va Muhammadjonga boshla deb ishora qildi. Kechining tiniq havosida naqsha sadosi jaranglashqa boshladi. Birinchi Xon Laylun. Yurib so'radim tabiblardan, bu dardimga davo bormi? Tabib ayturki, ey nadan, bu dardingga davo darmon. Birinchi Xon Laylunni aytganda Muhammadjonning ovozi titrabroq chiqdi-yu, lekin jamining qo'rqma degandek imosidan g'ayratlandi atimolim. Ikkinchi Xon Laylunga ko'chganda ishonchliroq ulab ketdi. Endi uning ovozi o'z qiniga tushib, duttar pardasi bilan jipslashdi-da, ravon yangrashqa boshladi. Ikkinchi Xon Laylun. Qini ming yashagan Luqman o'limga hililar qilgan, nechuk dunyoga bel bog'lab tiniga topmadi darmon. Ikkinchi Xon Laylunda yo'rg'a ot surilgandek bir ikki joyda pardadan chiqqani, ovoz chinqilishi tufayli sal xirildag'ini bo'lmasa, qoidaga loyiq ijro qildi va parda yo'tkilishi bilan uchinchi Xon Laylunni ishonchlik ulab ketdi. Uchinchi Xon Laylun. Xudoning bandasi ko'pdir, meningdek bo'lg'ini yo'qdir. Meningdek bo'lg'ini bo'lsa, ko'yib kul bo'lg'ini yo'qdir. G'azalxon har qanday naqshni ishonchlik va cho'nqur berilib aytqandila, naqsha kamolat darajasiga yetidi. Mashhur al-nag'ma Rozi tambur, Xon Laylun sarxil naqsha. Uning ichida aytishni bilsan, uchinchisi debdikan. Mushu tadbirga rioya qildimu yoki o'zi ishonchlik va yoqtirib tan berib aytdimu, uchinchi Xon Laylunni to'liq qoida va pardaga yetkazib, sozdan qilcha sirtqa chiqmay ishtiyoq bilan ijro qildi Muhammadjon. Uningga qoyil bo'lgandek ko'zlarini yumib, duttar ko'ksiga beshini sal qing'aytib, pardalar ustida qo'llarini o'ynatdi jami. Tengishuvchilar aromi baxsh sadolarga g'arq bo'lishib, shirin kayf surishdi. Go'zallik va dilrabolik shaydolari bulbullar bo'lsa asta-asta shoxdan shoxga yo'tkilib, shipanga yandash egiz tamcha gulning shoxlariga qo'nib, G'azalxonga jo'r sayrashga boshladi. Soz nag'ma qadrini bilgan jonga bu tariqa kech oz takrorlanar. 4. Xon Laylun. Xudoya xudovanda meni bandanga xor qilma, meni bandanga xor qilsang bilar bilmasga zor qilma. Ustoz oldida buningdanmi so'rinmay o'tib ketdi-yu, lekin 3. Xon Laylundek ixtiros va qo'zg'atquch kuchga ega, ruhi jo'shqin, yetarlik emasdek sezilsa-mu, G'azalxon ishonchlik holda 5. Xon Laylunga ko'chdi. Bu amdi Xon Laylunlarning xulosasi. 5. Xon Laylun. Almini yomon deydi, menila ko'ramdikin, shahrini qo'yib bersam, ko'ngli xush bo'lamdikin. Har qandaq parandining va uchar qanotning uchishidan ko'ra, qo'nmig'i, yerga tushmigi tas bo'lganidek, naqsha sozningmi boshlanishidan ko'ra tushugisi tas hisoblanadi. Dilga tegadigan va dilda ta'siri qoladigan oxirgi tushugi shu parda chekdi. 1. Xon Laylun bilan 5. Xon Laylunning oralig'idagi musofani besib o'tgan G'azalxon ovozi oxirida sal titrab, nafsi qisilgandek bo'ldi-da, avjiga kelganda duttar tankashligidan chiqivaroq, pardaga tushmayroq qoldi. Bayotin ko'zlarini yumgan holda payzi bilan duttar chilayotgan jami, lappida Muhammadjonga qarab o'kingandek beshini chayqadi.
va zarba bilan dutlar o'zligiga qo'lini urdi. Naqsha oyoqlashdi. Lekin davomini kutgandek payzini buzishmay, texila shuk o'ltirishni davom qildi tengishuvchilar. "Ma, tarangni surtvat adash", deb Muhammadjonga lo'nga uzatdi G'ini. "Zo'ruqsangmi, bir ikki qatim so'rinsangmi, baygiga qo'shgan otdak pallaga yetaliding. Rahmat, Muhammadjon aka, lavzimni yerda qo'ymading, xijolatdimi qoldirmading", mamnuniyat va iftixor izhor qildi Rahimjon. "Oduqdi atimalim", dedi yosh G'azalxonga mehrlik ko'z tikkan jami. "Sazdan sal chiqib ketgini bo'lmasa, hamma xonlaylonni, ular ichida 3-chi va 4-chi xonlaylonni xusursiz aytolidi. Sangala yoqsa, demak hammaga yoqdi degina", xushal bo'ldi Rahimjon. "Ovozi kuchlik, ondan yiqimliq ekan. Biz sazandalar bu xil ovozni larzon ovoz deymiz. Agar bu yigit mahir sazandalardan ta'lim olsa, yaxshi naqshchi bo'lishida shak yo'q." "Rahmat, ustam, illiq lavzlariga", o'rnidan turib hurmat bildirdi xushal bo'lgan Muhammadjon. Darvaqa, odam ko'p vaqtlarda vujudiga putgan qobiliyatini o'zi sezmay qilishi mumkin. Qachoniki tasodifiy boshqalar tarafidan oshkora bo'lib e'tirof qilinadigan xushalliqdan gangrabmu qoladi. Muhammadjonmu shu holatni kechirdi. U xudini uqmay hammaga bir-birlab rahmat o'qib chiqdi. Uni mashhur jami tambur e'tirof qildi-da. Shu arada 2 maliyaga 2 tulum qimizni ko'tartib, 2 paxlan qo'zini yetaklatib, Xo'jak kirib keldi. U mehmondorchilik yangi boshlanganda kirib, g'ibla qilib chiqib ketgan edi. "Begimning mehmini", dedi bo'm ovozli Xo'jak shipang oldiga kelib, 2 qo'lini ko'ksiga olgan holda. "Mening mehminim, kechilab bo'lsa-mu jangzamga berib, qo'lda beqilayotgan 2 kipi qo'zi bilan 2 tulum qimiz keltirdim. Ixlosimni qaytarmay qabul qilsizlar, begim." Begzada rahmat o'rniga chivin qilgan otdek beshini lingishdi xolos. "Tova", dedi Xo'jakni birinchi qitim ko'rayotgan G'ini o'z-o'ziga. "Rastla haqlar degandek qor qovonga o'xshash burni osmon qarab turdi. Qani, Fatiha qilsizlar, begim. Darrov so'yg'izib kavob qildiray. Voy, qo'zining kovi bilan qimiz garalishib ketadi-da." Tamg'ini chekdi Xo'jak. "Tong atay", dedi. "Andin naringi yeysan? At so'yg'iz." "So'g'la", javob berdi Begzada. Xo'p. Qo'zilarni ilib ketishni buyurdi malaylarga Xo'jak. Tulumlardagi qimizlarni bo'lsa, bo'stonliqdagi ko'lga chilatib qo'ydi. "Uchqandek berib kelibsiz-da, Shang'yom", dedi Xo'jakni zanglik qilgandek Abdug'upur. "Uchmamdigan Begzodamning xizmatida. Shundoq usidimki, tomoqlarim chakildab ketdi." Xo'jak bir kaypang qimizni o'ri turibla ichib etib, shipang ustiga chiqdi va G'iniga ko'zi tushib dong qetib qoldi. U G'ini haqida anglagan, boshqa boy zimindorlar o'xshash uni xush ko'rmaydigan. Kimdir birisi mol bozorida yiroqdan turib G'inini ko'rsatib qo'ygan edi. Ko'zi o'tkir Xo'jak bir qarashdala G'inini tonib oldi. "Sen bu yerda nima qilib yuriysan, o'g'ri?" davatdi hayron bo'lgandek Xo'jak. U o'g'ri iborasini fahmlamay davatib, o'zi cho'chib ketdi. "Sana o'xshash ota o'g'rining ko'yda yuraman", dedi G'ini beqiytligini buzmay. G'inining javobiga avval Rahimjon, ondan boshqalar kulib o'tishdi. Begzodiningmi lavlarida kulga o'ynab, chashqan buruti qimirlab ketdi. Ichida bo'lsa, "So'zmal yalang to'shikana, avul lay g'azallarning o'nining o'rniga mushundoq bir g'alchang bo'lsa, kuchimi bor, vushimi bor", deb armon qildi. G'inining bir peshvasi bilanla yerga kirib ketgidek bo'lgan Xo'jakka Begzodining qo'shilib kelganligi yuragiga nashtar sanchig'andek tuyuldi. U izo alamga chidamay G'inining yoqsiga eslamoq bo'lib devidi-yu, Begzodining texichila ilmiyib o'ltirganiga ko'zi tushib to'xtab qoldi va "Astag'firulloh" deb pig'on chiqardi-da, yili chiqqan do'soqdek lassida o'ltirib qoldi. "Qimiz ichsizlar, Shang'yo", deb qimiz sundi Xo'jakning tekina ziyofatlariga daxil bo'lib yurgan g'alchilardan biri. "Shang'yukam ajoyib mard odam-da.
sizlar qarab turinglar. Atila hammamizni uyga opirib, talqon to'kti qilmasa, kallamni cho'rtida kesib, oldinglarga tashlab beraman, dedi maqtash aralash zanglik qilgan ikkinchi g'alcha. Shundoq bo'lmaychu, fursatdan foydalanib beshini ko'tardi xo'jak. Bagzodam ruxsat qiladigan, mehmonlarni hozirla yutkab ketaman, deb yanglarini turib, odati bo'yicha chayzasimon burnining osmonga qargan to'shigiga chimaltikini tiqdida nimanidir oqtirgandek qildi. Uning bad qilig'idan yergangan mehmonlar ta'tur qarshib oldi, ammo ularni g'ini kuldiribdi. Chimaltigini ichkirak teq Shanyuka, g'azina texmo chunqurliqda bo'lsa kerak, dedi. Shundoq kulka sadosi ko'tarildiki, bog' ichi jaranglab, bulbullar o'rkib ketdi. Shu arada o'ngsili yo'q kirgan birisi, "Shanyuka, Shanyuka!" dedi. "Unini bos!" deb Bagzodiga qaradi-da, kechirim so'ragandek bosh egib, o'rindan turib, shipandin tuvan tushgan xo'jak malini chetga tortib, "Atang o'lib, uying kuygan bo'lsa-mu, menga asta imo qilsang bo'lmamdi, xumpar." U xirildab asta gap qilgani bilan baribir hammasi angladi. G'ini xabar keldi degandek Muhammadjonga ko'z qisdi. Zaynab, Zaynab demsan, o'lmaganda u qanjoq? Yo'q, qochdi. Nima deydi? Munu gaday. Xo'jak Malidin boshqa gap anglashga taqati qolmay, uning kaniga panja soldida neri ishtiribdi. "Nima shuncha ko'psib ketding o'y, lavza?" vaqirdi Begzoda. Shum xabar yetkazib kelgan Malini distilmoq bo'lib turishiga Begzodaning tanbesini anglagan xo'jak birdan esini yig'ib, Malining yoqasini qo'yibdi va ikki qo'lini ko'ksiga ilib, "Apu qilsla, bigim", deb iltijo qildi. Kelinimni bas, angladim. Kim ilib qochibdi?" Xo'jakka echinganlikdan emas, voqeaga qiziqqanlikdan so'radi Chashqon Burut Begzoda. "Tayinliq bir noinsof o'g'rida. Undaqda o'g'rini qaroqchi uribdi", dedi xo'jakka javoban G'ini. Bu qitim G'inining so'ziga kulishmisimi, ammo bir-biriga ma'nilik qarashdi mehmonlar. Davomi bor.